Assalomu alaykum hurmatli ishtirokchilar. Bugungi belgilangan uchrashuvimizni o'tkazamiz. Agar bank tizimida kimda qanaqa savollar bo'lsa, takliflar bo'lsa, o'rganib chiqamiz. Marhamat, savollarimizni berishingiz mumkin. Qolgan savollar. Ismim So'romova Nigora. Yaqinda savdo-sotiq bilan shug'ullanadigan vaziyatda ishdan. O'shanga hozir 100 million kredit olmoqchiman. O'shanga qanaqa maslahatlar berasiz? 100 million kredit oladigan bo'lsangiz, savdo-sotiq bilan shug'ullanasiz. Shunaqa. Savdo-sotiq bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, sizga hamroh kredit tavsiya qilamiz. Aylanmaga beramiz faqat, savdo-sotiqqa aylanmaga beramiz. 24 oy muddatga 6 oy imtiyozlar bilan 21% beramiz. Agar hujjatlarni tegishli hujjatlarni olib kelsangiz, xudosi 3 kunda kreditingiz chiqadi. Ha, bo'ldi, tekshirib o'raman. Menda misol bor edi. Fermer xo'jaligim bor. Men qanday shu kredit olaman? Fermer xo'jalik, qanaqa nima shug'ullanasiz? Bog'dorchilik bilan shug'ullansangiz, sizga garovsiz 100 million so'mgacha boyagi 312 misol qaror bilan kredit chiqarishingiz mumkin. Garovsiz, agar 100 milliondan oshsa, garov ta'min qilasiz. Muddati shu 7 yil 3 yil imtiyozlar bilan 20% kredit chiqadi. Ta'minotchiga tashlab beriladi. Kreditlarimiz hammasi ta'minotchiga tashlab beriladi, ta'minotchilar mahsulotlarni olasizlar. Yana bizda agar bu yerda yoshlar to'plagan, yoshlar uchun ham ajratilgan kreditlarimiz bor. 60 ming so'mga qaror bilan ajratilgan kreditlar bor. 18%dan 5 yilga beriladi. Agar kimdadir tadbirkorlikni rivojlantirish boshlamoqchi bo'lsa, Agrobankka borasizlar, xodimlarimiz o'zimizdan maslahatini berib, yo'nalishlarni ko'rsatadi. Boshqa hech kimda savol yo'qmi? Biza e'tiborlaringiz uchun rahmat. Uchrashuvga